Siz yaqinda Afg'onistonda bo'lib qaytdingiz. Aslida Afg'onistonda 8-9 millionga yaqin o'zbeklar bor. Afg'oniston ta'lim tizimi qay holatda hozirgi kunda? Afg'onistonda doktorantura bosqichi umuman yo'q ekan. Afg'onistonda bizga o'xshagan tahlil markazlari bormi? Afg'onistonda aql markazlari bor ekan. Afg'onistonda siyosiy fanlar rivoji qanday kechmoqda? Mustaqil bo'lgan zamonaviy xalqaro munosabatlar maktabi u yerda mavjud emas. Davlatlarning doimiy do'stlari yo'q, doimiy manfaatlari bor. Kobulda ham, Hirotda ham tinchlik hukm surmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli CPR podcast tinglovchilari. Sizlarni navbatdagi suhbatimizdan ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mavzu Afg'oniston haqida bo'ladi. Yaqin kunlarda Progressiv islohotlar markazining eksperti Afg'onistonda ilmiy safar bilan bo'lib o'tdi. Bu suhbatimizda o'sha haqida gaplashamiz. Islomxon, siz yaqinda Afg'onistonda bo'lib qaytdingiz. Ushbu safarda sizda qanday taassurotlar uyg'ondi? Sizning nazringizda Afg'oniston qanday davlat sifatida namoyon bo'lmoqda? Assalomu alaykum. Ilmiy safarimda asosiy maqsadi xalqaro konferensiyada ishtirok etish bo'ldi. Ya'ni Afg'onistonda oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan xalqaro anjumanda ishtirok etdim va shuning uchun ham bu ushbu mamlakatga tashrif buyurdim. Mana shu Afg'onistonda oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan konferensiya bo'lib o'tganligi bugungi kunda ushbu davlat ta'limga hamda ilmga katta e'tibor qaratayotganligidan va bu borada xorijiy tajribaga muhtoj ekanligini anglatadi. Umuman olganda Afg'onistonga borish unchalik ham qiyin bo'lmadi. Qisqacha qanday qilib borganligim to'g'risida gapirib bermoqchiman. Yaxshi bo'ladi. Menimcha bizning tinglovchilarimizga ham Afg'onistonga qanday viza olish yoki bo'lmasa qanday transport yo'llari orqali kirish masalalari qiziq deb o'ylayman. Afg'onistonga O'zbekiston fuqarolariga viza talab etiladi. Viza olish uchun siz avvalambor agar biron bir konferensiyaga borayotgan bo'lsangiz, sizga Afg'oniston tomonidan maxsus taklif xati kelishi kerak. Ya'ni biron bir universitetmi yoki ilmiy markaz tomonidan mana shu inson mana shu kunlari Afg'onistonda konferensiyada ishtirok etadi degan taklif xatini olgandan so'ng siz Afg'onistonning O'zbekistondagi elchixonasiga murojaat qilasiz. Elchixona Yunusobod tumanida Tashkent International University'ning qoq qarama-qarshisida joylashgan. Bu yangi elchixona hisoblanadi. U yerga murojaat qilganingizdan so'ng elchixona vakillari sizni maxsus anketa to'ldirishga yo'naltiradi. Anketani elchixonaning o'zida to'ldira olmaysiz. Siz eski Afg'on elchixonasi yonida joylashgan maxsus firmaga murojaat qilasiz. U Taxtapolda joylashgan va u yerda demak siz o'zingizni viza anketangizni to'ldirishga imkoniyatiga muvaffaq bo'lasiz. Shu anketani to'ldirish xarajatlari taxminan 130 mingni tashkil etadi. O'zlari soatga olib qo'yib, kerakli formatda demak sizga anketani to'ldirib beradi. Anketadan olgandan so'ng taklif xatini olib, siz MyGovdan sudlanmaganlik to'g'risidagi hujjatni ham olasiz va mana shu 3 ta hujjatni ilova qilib elchixonaga topshirasiz. Elchixona hujjatlarni ko'rib chiqqandan so'ng to'lov masalasiga keladi. To'lovni elchixonada qila olmaysiz. Juda ham ko'p elchixonalarga borganda to'lovda birdan o'sha elchixona yoki konsullik idorasida qilib ketasiz, ammo Afg'oniston elchixonasida biroz boshqacharoq. Sizni Olmazorda joylashgan Sanoat qurilish bankiga yuborishadi. U yerga borib, agar single viza bo'layotgan bo'lsa, taxminan $91 sarf etib viza to'lovini amalga oshirasiz. Mana shu to'lovni amalga oshirganingizdan so'ng viza jarayoni tezlashadi. Taxminan 1 kunni tashkil etadi. Ya'ni 1 kunda Afg'onistonga viza olish mumkin. Endi shunaqa savol paydo bo'ladi, agar siz qanaqadir bir konferensiya yoki bir ilmiy tadbirga ketmayapsiz, agar bir oddiy fuqaro sifatida Afg'onistonga borib kelmoqchisiz. Bunaqa holatda qanday bo'ladi deb aytsak, O'zbekistonda joylashgan qandaydir bir MChJ sizga demak kafolat xati berish kerak. Bu kafolat xatida mazkur fuqaro Afg'onistonga shu tijorat ishlari bilan ketyapti, shu kunlari bo'ladi hamda qaytib keladi degan kafolat xatini ilova qilsangiz, sizning demak viza jarayonlaringiz ham tezlashadi. Endi Afg'onistonga qanday borish mumkin? O'zbekiston hududidan qanday qilib safar uyushtirish mumkin deydigan bo'lsak, bu birinchi navbatda albatta havo yo'llari orqali, ya'ni O'zbekistondan Kobulga
Kobuldan Toshkentga haftada bir marta uchadigan Kam Air aviakompaniyasining reyslari qo'yilgan. Ularni siz borish va kelish xarajatlaringiz taxminan 6 million so'mni tashkil etadi. Bemalol bir haftaga borib kelish imkoniyati paydo bo'ladi. Yoki agar siz mashinada sayr qilayotgan bo'lsangiz, Tojikiston hududi orqali chiqib ketib, keyinchalik Afg'oniston hududidan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston hududiga kirib kelish imkoniyatingiz ham bo'ladi. Men Afg'onistonda 2 rivojlangan va nufuzli shaharlarda bo'ldim. Bu poytaxti Kobul shahri hamda shu tarixdan mashhur bo'lgan Hirot shahriga safar uyushtirdim. Mana shu shaharlarda bo'lganimda, bilasizmi, Afg'onistonda vaziyat internet manbalaridan biroz farq qilishini sezdim. Ya'ni internet manbalarida juda ham ko'p salbiy ma'lumotlar chiqadi, notinchlik degan narsalar, ammo shunga guvoh bo'ldimki, Kobulda ham, Hirotda ham tinchlik hukm surmoqda va odamlarning asosiy kun tartibidagi masalasi bu ro'zg'or tebratish. Ya'ni qanday qilib shu pul topish, o'zini oilasini boqish, ta'lim olish, mana shunaqa masalalar kun tartibida turibdi. Ya'ni u yerda ko'rganlarim internetdan biroz farq qildi. Birozmi yoki tubdan farq qiladimi? Endi internet ma'lumotda ham ko'plab yaxshi ma'lumotlar bor, ammo ularning bilasizmi, salbiy bir ma'lumotlar ham uchrab turadi. Mana shu salbiy ma'lumotlar Afg'oniston haqida salbiy fikr paydo bo'lishi, xususan ketishimdan oldin yaqinlarimga aytgan vaqtimda borma degan fikrlar ham ko'p yangradi, chunki mana shu yetarlicha ma'lumot bizda bo'lmaganligi sababli biz u yerda shunaqa notinchlik hukm suryapti deb o'ylaymiz, lekin aslida odamlarni bugungi kunda faqat shu ro'zg'or tebratish masalasi qiynayapti Afg'onistonda. Endi ko'pchilikda ham savol berdi, qanday qilib u yerda muloqot qanaqa tilda bo'ldi, qanday qilib muloqotga kirishdingiz degan savollar paydo bo'ldi. Konferensiyada men ilmiy konferensiya bo'lganligi uchun u yerda ingliz tilida ma'ruza qildim, ammo ko'chada yurgan vaqtlarimda shu o'zbek tili bilan fors tili endi tarixdan bir-biriga tariximiz umumiy bo'lganligi uchun umumiy o'xshash so'zlarimiz juda ham ko'p. Va o'zim ham Samarqandda tug'ilganligim sababli biroz shu tojik tilidan xabarim bor. Aksariyat holatlarda ma'lumotlarni oson tushuna oldim va o'zimning fikrimni yetkazib berishga muvaffaq bo'ldim. Biroq bu ham qiyinchilik tug'dirmadi. Bilasizmi, agar yoshi katta kishilar bilan shu O'zbekistondanman deb gaplashsam, ular birdaniga menga по-русски говорите deb rus tilida gaplashib ketishdi. O'zimiz qatori yoki o'zimizdan kichik bo'lgan insonlar bilan suhbatlashganimda, shu gapni fors tilida boshlaganimda, ular menga qiynalayotganimni ko'rib, do you speak English deb ingliz tilida boshlab ketishdi. Ya'ni Afg'onistonni oxirgi shu 20 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishganligi, u yerda ingliz tili rivojlanganligi va afg'on aholisi ingliz tilini juda ham yaxshi bilishini ko'rdim. Juda ham qiziq. Islomxon, masalan, siz aytdingiz, o'sha xalqaro ta'lim bo'yicha konferensiyada qatnashdim dedingiz. O'sha konferensiyada asosiy e'tiborlar nimaga qaratildi? Sizning fikringcha Afg'oniston ta'lim tizimi qay holatda hozirgi kunda? Konferensiya 2 kun bo'ldi. Bu konferensiyada 250 ga yaqin ekspertlar, mutaxassislar qatnashdi. Ularning aksariyati Afg'onistondan edi. Ya'ni Afg'onistonning barcha universitetlardan rektor, prorektor hamda ko'zga ko'ringan professor darajasidagi ishtirokchilar qatnashdi. Bundan tashqari xorijiy mehmonlar ham ishtirok etishdi, xususan Hindistondan, Pokistondan, Erondan, Turkiyadan, O'zbekistondan va hatto Singapurdan ham mutaxassislar kelib o'zlarini tajribalari bilan almashdilar. Konferensiyada qanday qilib Afg'onistonda ta'lim sifatini yaxshilash, qanday qilib metodologiyani yaxshilash va amaliy mashg'ulotlar qanday olib borishga bag'ishlandi va afg'on tomoni bugungi kunda mana shu ta'lim sohasiga katta e'tibor berayotganligini bu konferensiya o'zini namoyon etdi. Bugungi kunda Afg'onistonda 148 ga yaqin universitetlar bor va ularning qoq yarmi xususiy universitetlarni tashkil etadi. Xususiy universitetlarga to'xtalayotgan bo'lsak, ularning nufuzi borgan sari Afg'oniston oshib boryapti, ammo boshqa tarafdan uning salbiy tomoni shunday ekanki, xususiy universitet vakillari ta'limga
faqat moddiy foyda olish sifatida yondashishyapti. Ya'ni ko'proq ta'lim sifatiga emas, balki mana shu talabalarni qabul qilib olib, ularni kontrakti orqali ko'proq moliyaviy foyda ko'rish orqali ko'proq e'tiborni qaratishyapti. Mana shu masalalarga ham konferensiya qaratildi, ya'ni ko'proq talaba olyapti, ammo sifat ortda qolyapti. Qanday qilib mana shu narsani yengib o'tish mumkin? Bugungi kunda Afg'onistonda o'qituvchilarning ham biroz bo'lsa-da moddiy motivatsiyasi yo'q. Chunki o'rtamiyona yosh o'qituvchi Afg'onistonda $200 yaqin maosh olar ekan, agar biron bir kattaroq professor bo'layotgan bo'lsa, $400-500 atrofida. Bu haqiqatan ham juda ham kam. Va ko'pchilik o'sha o'zim qatori bo'lgan yosh o'qituvchilardan ham so'radim, bu $200 sizlarga yetadimi desam, ular javob berdiki, albatta bu yetmaydi, ammo ish Afg'onistonda topish juda ham hozir qiyin. Agar biz mana shu $200 ga rozi bo'lmasak, bu ish ham yo'q. U ishni boshqa bir mutaxassis olib ketadi, keyin ish topolmay qolamiz. Biz yaxshi kunlarga ishonamiz, bilamizki bir kun kelib Afg'oniston ta'lim sifati ham yaxshilanadi, e'tibor ham kuchayadi va maoshlar ham oshadi. Ammo hozir mana shu $200 ga qanoat qilishga majburmiz deb aytdi. E'tiborimni qaratgan yana bir narsa bu Afg'onistonda sanoqli universitetlarda magistratura bosqichi bor. Nega shunday bo'lyapti? Chunki magistr talabalarga asosan PhD unvoniga ega bo'lgan ustozlar dars berish kerak. Afg'onistonda PhD unvonidagi mutaxassislar kamligi sifatli magistratura bosqichini ochish ham juda ham qiyin bo'lyapti. Faqat sanoqli universitetda magistratura bosqichi bor va shuning uchun ham magistraturaga kirish juda ham katta raqobat talab etyapti va o'rtacha magistrlarning yoshi 35 yoshda tashkil etadi. Ya'ni siz universitetni bitirib, raqobat shunaqa kuchliki, birdaniga magistratura bosqichiga kirib keta olmaysiz. Bir necha yil kutishingizga to'g'ri keladi. Navbatingiz kelgandan so'ng o'sha magistr bosqichiga kelyapsiz. Lekin eng ajabli narsa shu bo'ldiki, Afg'onistonda doktorantura bosqichi umuman yo'q ekan. Ya'ni bugungi kunda Afg'oniston umuman doktorantlarni tayyorlamayapti. Bironta bir doktorantura bosqichi yo'q. Buni sababi shundaki, yetarli bo'lgan salohiyatli kadrlar bo'lmaganligi va ilmiy darajalar beruvchi kengashlar yo'qligi sababli mana shunaqa doktorantura bosqichlari yo'lga qo'yilmayapti. Afg'onistonlik mutaxassislar xorijga chiqib, xususan Pokistonga va Eronga borib doktoranturada o'qib kelib, keyin o'zlarining yurtlariga qaytib kelishyapti. Yana bir narsa shuni e'tiborim tortdiki, Afg'onistonda mana oxirgi kunlarda ham juda ham shov-shuv bo'lib ketdi. Internet vositalari o'chirilganligi va internetga bo'lgan munosabat. Ta'lim tizimida ham internetga nisbatan biroz salbiy munosabat bildirilyapti. Xususan universitetlarda shu Wi-Fi vositalaridan foydalanish hamda mobil qurilmalardan foydalanish cheklanyapti. Bundan tashqari bugungi kunda juda ham rivojlanib ketdi. Butun dunyoda, qolaversa O'zbekistonda ham shu talabalar va akademiya vakillari sun'iy intellektdan foydalanish, ChatGPT dan foydalanish yoki boshqa bir sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish juda ham nufuzli bo'lib ketdi. Ammo Afg'onistonda bu ham taqiqlanyapti. Nega degan savol menda paydo bo'ldi va men o'sha yerdagi afg'on mutaxassisdan so'radim. Ular shunaqa javob berishdiki, bilasizmi, internetga ko'proq universitetlarda ma'naviy tahdid sifatida yondashishyapti. Ya'ni siz Afg'oniston haqida biron bir ma'lumot izlasangiz yoki sun'iy intellektdan shu haqida ma'lumot so'rasangiz, ular sizga Afg'oniston haqida aksariyat holatda salbiy ma'lumot beradi. Agar talabalar mana shunaqa salbiy ma'lumotlar o'qiyversa, ular o'z-o'zidan o'zini davlatiga qarshi chiqa boshlaydi. Va bugungi kunda afg'on hukumati va universitetlarda mana shunaqa internetni bir salbiy bir vosita sifatida qaralishi uni ta'lim tizimidan biroz bo'lsa-da shu cheklanishiga olib kelyapti. Xorijiy davlatlarning ham ta'siri haqida biroz gapirib o'tmoqchi edim. Bu yerda afg'on ta'lim tizimida Pokistonning o'rni juda ham katta. Ya'ni aksariyat afg'on mutaxassislari shu Pokistonga chiqib kelib, u yerda o'qib kelishyapti. Ikkinchi davlat bu Eron davlati, chegaradosh davlat, umumiy tilga ega va qadriyatlari ham umumiy va shunaqa praktika yo'lga qo'yilgan ekanki, ayrim o'qituvchilar o'sha kuni kelib, leksiyasini, ma'ruzasini o'qib, keyin kechki yana yurtiga qaytib ketar ekan. Ya'ni Eron bilan mana shunaqa almashuv dasturlari ham yo'lga qo'yilgan ekan. Men o'zimda ma'ruzam davomida shu O'zbekistonda amalga oshirilgan ta'lim islohotlari bizda mana bugungi kunda juda ham nufuzli bo'lib ketdi. El yurt umidi
fondi to'g'risida hamda o'zim shu yaqinda doktorantura bosqichini tamomlaganligim sababli yaxshi xabarim bor. Mana shu bosqich to'g'risida O'zbekistonda doktorantura bosqichiga qaratilgan e'tibor to'g'risida gapirib o'tdim va afg'onistonlik mutaxassislar bunga juda ham katta e'tibor qaratishdi va ular ham shu O'zbekistonda o'qish niyatini bildirdilar. Ammo umumiy shunaqa fikr shakllandiki, menda talabalar o'qishga to'g'ri borishyapti, lekin o'zini kelajagidan unchalik ham ishonch komil emas. Ya'ni bitirib, diplomni olib, ular bir ish topib ketishga unchalik ham ko'zi yetmaydi. O'shaning uchun ham diplomdan ko'ra ko'proq xususiy kichik biznes bilan shug'ullanishni ma'qul ko'rishyapti o'zlariga. Juda ham qiziq. Aynan sizga O'zbekiston haqida savol bermoqchi edim. Bilamizki, so'nggi yillarda O'zbekistonda universitetlar soni ham tubdan oshdi. O'sha islohotlardan oldin taxminan O'zbekiston hududida 70 dan ortiq oliy ta'lim muassasasi mavjud edi. Hozirgi kunda 210 ta, adashmasam oxirgi ma'lumotlarga ko'ra balki bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bir qancha xalqaro darajaga ega bo'lgan universitetlar ham bor. Menimcha buni ham bizning iqtisodiyotimiz, shu bilan birga ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar qurishdagi ta'limning muhim rolini o'ynayotgan olgan holda bundan to'g'ri foydalanish kerak deb o'ylayman. Balki biz ham o'sha Afg'onistondagi talabalarni O'zbekistonga chaqirib, bizni ta'lim muassasalarida o'qitib, ular o'z yurtlariga qaytib borsa, u davlat uchun ham qandaydir yumshoq kuch bo'ladimi deb o'ylayman. Yaxshi, Islomxon, masalan, siz o'sha konferensiya davomida o'sha bir qancha ishtirokchilarni aytdingiz, professorlarni aytdingiz, ta'lim yo'nalishlarini aytdingiz. Sizning nazaringizda Afg'onistonda siyosiy fanlar rivoji qanday kechmoqda? Shu bilan bir qatorda bilamiz, biz asosiy faoliyatimizni shu tahlil markazida olib boramiz. Afg'onistonda bizga o'xshagan tahlil markazlari bormi? Agar bor bo'lsa, ular asosan ilmiy tadqiqot ishlarini qaysi yo'nalishlarda, qaysi muammolarga qaratib olib bormoqda? O'zim shu siyosiy soha bo'yicha tadqiqotchi sifatida Afg'onistondagi siyosatshunoslik sohasiga juda ham qiziqdim va o'sha yerdagi soha mutaxassislari bilan gaplashdim va so'radimki, sizlarda siyosatshunoslik qanaqa metodologiya orqali dars faoliyatlarini olib borasizlar? O'sha tadqiqotlaringizda qaysi siyosiy maktablar orqali olib borasizlar deb savol berdim va bir men uchun yangilik bo'ldi. Afg'onistonda siyosiy fanlar butkul din prizmasi orqali o'tilar ekan. Mana bilamiz, biz xalqaro munosabatlar nazariyasi haqida gaplashganimizda realizm, liberalizm, konstruktivizm va ularning asoschilari shu Hans Morgenthau, Edward Carr, Robert Cohen yoki klassik faylasuflar va siyosatshunoslar Machiavelli, Hobbes, Russolar haqida so'zlashamiz. Bularning barchalari Afg'onistonda qat'iyan taqiqlangan, ya'ni ular siyosatshunoslikka va xalqaro munosabatlarga bu maktablar orqali yondashmaydi va balki din nazariyasi orqali yondashish ekan va bugungi kunda Afg'onistonda siyosatshunoslik, xususan xalqaro munosabatlar asosan Ibn Xaldunning nazariyalari orqali o'tilar ekan. Endi bilamiz, Ibn Xaldun musulmon olamida hamda arab olamida katta shon shuhratga ega bo'lgan mutafakkir hisoblanadi. Uning buyukligi haqida hatto g'arb olimlari ham, Arnold Toynbee ham o'zining kitoblarida unga havola berib ketgan. O'zining shu muqaddima asarida asabiyat, ya'ni jamiyat birdamligi haqida hamda xalqaro munosabatlar haqida keng fikrlar bilan bo'lishgan. Va bugungi kunda afg'on mutaxassislar asosan mana shu olimga tayangan holda xalqaro munosabatlar ochib beryapti, ammo mustaqil bo'lgan zamonaviy xalqaro munosabatlar maktabi u yerda mavjud emas va bu Afg'onistonda katta siyosatshunoslik sohasida katta muammolarni olib kelyapti. Ketishimdan oldin ko'pchilik shu Afg'oniston bo'yicha mutaxassislar bilan gaplashgandim. Shunaqa bir fikr bergandimki, biz Afg'oniston aql markazlari bilan o'zaro memorandumlar imzolab, ular bilan hamkorlik yo'lga qo'yishimiz kerak deb aytgandim. Shunda menga javob berishgandiki, Afg'onistonda hech qanaqa aql markazlari mavjud emas deb. Ammo borganimdan keyin men bu narsaga qiziqdim va mutaxassisdan so'radim. Afg'onistonda aql markazlari bor ekan. Men o'zim safarim mobaynida 6 tasini haqida eshitdim va ularning ikkitasi bilan vakillar bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldim. Afg'oniston aql markazlari
to'laqonli aql markazi sifatida faoliyat olib boryapti. Ularning mutaxassislari ingliz tilida, rus tilida, fors tilida, pushtu tilida, hatto arab tilida ham bemalol so'zlashadi va o'zlarining demak har kvartalda chiqadigan jurnallarga va elektron platformalarga ham ega. Ammo Afg'oniston bugungi kunda izolyatsiyaga uchraganligi natijasida biz ular haqida ma'lumotga ega emasmiz, ammo mutaxassislarning salohiyati juda kuchli. Shu magistr darajasidagi mutaxassislar bilan suhbatlashdim. Men bilan teppa-teng xalqaro bo'yicha bo'layotgan voqealarga munozara olib bordilar va shunga guvohi bo'ldimki, Afg'onistonda mana shu siyosatshunoslik hamda xalqaro munosabatlar bo'yicha aql markazlarining faoliyati juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Juda ham qiziq. Bilamizki, har bir davlatning xalqaro munosabatlari, o'sha yo bo'lmasa ularning tashqi siyosati, o'sha xalqaro munosabatlarni o'qish davomida biz o'rgangan bir qancha nazariyalarga asoslanadi, to'g'rimi? Masalan, biz ham o'sha Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiganimizda O'zbekiston tashqi siyosatini har xil yo'nalishda, masalan, realizm, liberalizm, masalan qo'shni davlatlar bo'lgan munosabatni tahlil qilganimizda ko'proq konstruktivizm nuqtai nazaridan ko'rib chiqardik. Sizning fikringizdan kelib chiqish, sizning o'sha Afg'onistondagi bo'layotgan jarayonlarda va ilmiy nazariyalarga, ilmiy yondashuvlarga boshqachaligidan kelib chiqib, mana shunday savol tug'ildi. Unda Afg'oniston tashqi siyosatini qanday yo'nalishda shakllantiryapti? Qaysi prinsiplarga asoslanib? Bugungi kunda Afg'oniston tashqi siyosiy prinsiplari haqida gaplashganimizda, birinchi navbatda xalqaro maydonda balans yaratish prinsipi ustuvorlik qilyapti. Afg'oniston qaysidir bir kuch markaziga tayangan holda emas, balki ular o'rtasida balans ushlashga harakat qilayotganini menga aytishdi. Ya'ni u xoh Xitoy Xalq Respublikasi bo'ladimi, Rossiya Federatsiyasi bo'ladimi, yoki G'arb olami bo'ladimi, yoki qo'shni mamlakatlar Pokiston, Hindiston bo'ladimi, Eron bo'ladimi, ular bilan teppa-teng va o'zaro balansni saqlagan holda muloqot olib borilishiga amin bo'ldim. Ikkinchisi, bugungi kunda Afg'oniston diplomatik jihatdan juda ham faol va mana shu faoliyatning asosiy maqsadi bu diplomatik siyosiy jihatdan tan olishga qaratilgan. Ya'ni Afg'onistonning hozirgi kunda bosh maqsadi iloji boricha tezroq tan olishga erishish. Bugungi kunda Xitoy Xalq Respublikasi bilan ijobiy aloqalar olib borilyapti. Xususan yaqinda o'sha mis qazib olish bo'yicha shartnoma 15 yilga cho'zildi. Undan biroz avval litiy qazib olish bo'yicha ham yirik bir shartnoma imzolangandi. Xitoy bilan Afg'oniston iqtisodiy jihatdan juda ham yaqin aloqalar olib boryapti. Yana bir yirik Afg'onistonning hamkori bu Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasi shu yilning 3-iyul sanasida rasman Afg'onistonni tan oldi va ular diplomatik jihatdan eng yaqin hamkor mamlakatlarga aylandilar. Bundan tashqari juda ham qiziq bo'lishi mumkin Afg'oniston Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlari. Bilamiz, mediada ikkalasi ham bir-birini ayblashadi, ikkalasi ham bir-birini dushman davlatdek ko'rsatishadi, ammo oxirgi vaqtlarda Afg'oniston hamda Qo'shma Shtatlar o'rtasida diplomatik faoliyat juda ham kengayib ketdi va tezlashib ketdi. Xususan sentyabr oyida Qo'shma Shtatlar tomonidan ikkita katta tashrif bo'lib o'tdi va mana shu tashriflar shunaqa fikr uyg'otyaptiki, Afg'oniston hamda Qo'shma Shtatlar o'rtasida mediaga ma'lum bo'lmagan kuchli hamkorlik bor. Bir tomondan shu Bagram harbiy bazasi bo'yicha har xil shov-shuvlar ko'tarildi, ammo ularga qaramasdan diplomatik munosabatlar hanuz davom etmoqda va u borgan sari kuchayib bormoqda. Shunaqa fikr keladiki, mediadagi voqealar bizni biroz chalg'ityapti. Afg'oniston Qo'shma Shtatlar haqida salbiy fikr bildiryapti, Qo'shma Shtatlar Afg'oniston haqida butkul salbiy fikrlar bildiryapti, ammo diplomatik munosabatlar borgan sari rivojlanib boryapti va faollashyapti va shunaqa fikr paydo bo'lyaptiki, mediadagi ma'lumotlar amaldagi real ma'lumotlardan biroz farq qiladi. Ular istalgan gapini aytishi mumkin, ammo real hayotda ular borgan sari o'z munosabatlarini kuchaytirib borishyapti.
Yana bir Afg'onistonni shu tashqi siyosatdagi yo'nalishlardan bittasi bu Pokiston yo'nalishi hisoblanadi. Bilamiz, Pokiston o'sha Afg'on urushi yillari vaqti afg'onistonliklarga boshpana berdi va ularga yordam berdi. Ammo davlat tepasiga kelgandan so'ng Tolibon tuzumi o'zini to'liq mustaqilligini e'lon qildi va Pokistondan uzoqlasha boshladi. Bu Pokistonga biroz bugungi kunda ma'qul kelmayapti. Ular katta ehtimol bilan afg'onlarni mana shu g'alabada va yordamiga minnatdor bo'lishni xohlayapti. Mana shu minnatdor bo'lishni xohlashligi ular aloqalarini muzlab qolishiga sababchi bo'lyapti va mana shu munosabatlarga o'z-o'zidan Hindiston faktori ham qo'shilyapti, chunki bilamiz, Hindiston bilan Pokiston salbiy munosabatlarda va o'z-o'zidan Hindiston Afg'oniston bilan yaqinlashuvi uni Pokistonga nisbatan qo'shimcha dastaklari paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Lekin menga afg'on mutaxassislar shunaqa aytdiki, biz Hindiston bilan iqtisodiy jihatdan yaqinlashishimiz mumkin, lekin siyosiy jihatdan Pokistonga qarshi hech qachon birlashmaymiz degan fikr aytib o'tishdi. Shu kontekstda agar mumkin bo'lsa bitta savol bermoqchi edim. Bilamiz, biz xalqaro munosabatlarda o'qiganmiz. O'sha xalqaro munosabatlarda davlatlarning doimiy do'stlari yo'q, doimiy manfaatlari bor degan iborani ko'p davlatlar amalda qo'llab keladi. Chunki bilamiz, xalqaro munosabatlar bu o'sha g'arb tomonidan qurilgan tizimga asoslangan va bu tizimda ko'proq g'arb nazariyalari, g'arb har xil siyosiy tafakkuri muhim rol o'ynaydi. Sizning nazaringizda o'sha Pokiston Afg'onistonni minnatdor bo'lmaganlikda ayblagani, ularning nazarida minnatdorchilik nimada namoyon bo'lishi kerak? Qanday o'sha shaklda bo'lishi kerak ikki davlat o'rtasidagi munosabatda? Juda ham ko'p loyihalar mavjud. Shu Janubiy Osiyoni o'zaro birlashtirib turuvchi loyihalar mavjud. Mana shu loyihalarda Pokiston ustuvorlikda saqlab qolishni xohlayapti. Ya'ni loyihalar tuzganda, katta bir iqtisodiy loyihalarni amalga oshirilganda Pokiston xohlayaptiki, Afg'oniston tomoni Pokistonni bosh davlat sifatida e'lon qilib, unga ko'proq imkoniyat berishini va Pokiston buni shu loyihalarda ikkilamchi davlat sifatida ishtirok etishini xohlayapti. Ammo Afg'oniston aytayaptiki, biz xalqaro munosabatlarda hamma qatori teppa-teng subyektmiz va biz hech kimni o'zimizni aytaylik ulug' katta og'amiz deb tan olmaymiz. Biz bilan teng gaplashing degan fikrlarni beryapti va bu oradagi munosabatlar buzilib qolishiga sababchi bo'lyapti. Lekin shunga ham qaramasdan yuqoridagi fikrimni tugatib qo'yaman. Afg'oniston Hindistonni ishlatgan holda Pokistonga qarshi bormas ekan, chunki buni afg'on elitasi va afg'on siyosatshunoslari o'z birodariga qarshi sotqinlik deb qabul qilgan. Qarang, xalqaro munosabatlarda agar shu realizm nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Afg'oniston Hindiston bilan birlashishi kerak, ammo qaror qabul qilishda baribir abstrakt tushunchalar ustuvor kelgan holda, hatto hozirgi kunda qarama-qarshi bo'lgan Pokistonga ham uni dushmanidan foydalanmas ekan, chunki umumiy rakursda baribir Hindiston boshqa sivilizatsiya vakili, Pokiston esa o'zining birodari va ular o'rtasidagi qarama-qarshilik bu vaqtinchalik tushuncha. O'shaning uchun ham afg'on elitasi Hindiston bilan birlashgan holda Pokistonga qarshi bormasligini guvohi bo'ldim. Bunday holatda fundamental darajada xalqaro munosabatlarda umuman ba'zi bir qo'shni davlatlar Afg'onistonga bo'lgan yo'nalishlari yoki bo'lma yondashuvlari xatoligini ko'rsatishi mumkin. Sizning nazaringizda, masalan, o'sha oladigan bo'lsak, o'sha bilamiz, Pokiston bu o'sha Britaniya imperiyasining qismi hisoblangan. Pokistondagi xabarim Pokistonni ko'plab ilmiy o'sha odamlari, ilmiy mutaxassislar ko'plari asosan g'arbda ta'lim olishadi. To'g'rimi? Shunday insonlar ularning tashqi siyosati va tashqi yo'nalishlar shakllanishida muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman va bunday narsalardan ular qay darajada xabari borligidan menda ma'lumotlar yo'q. Umuman shu aytgan masalalaringiz kontekstida O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar qanday rivojlanmoqda? Sizningcha ikki davlat o'rtasida faoliyat qaysi sohalarda samarali kechmoqda? Afg'onistonga borganimdan so'ng aeroportdan tushib birdaniga mehmonxonaga bordik. Mehmonxonadan to'g'ri Kobulda joylashgan Bobur bog'iga bordim. U yerda bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning qabrlarini ziyorat etdim. Bilasizmi, mana shu Bobur bog'i to'g'risida shu maktab 7-sinf darsliklarida o'qigani va ko'z oldimga qanday bir
Jannatmakon bog'da tasavvur qilardim va o'sha bog'ning oxirida Bobur bobomizning qabrlarini tasavvur qilardim. Ammo borganimda shunga guvoh bo'ldimki, bu park o'rtamiyona park ekan va o'zimizda bir tuman bosqichdagi parklarga o'xshagan darajada qo'yilgan. Ammo o'sha bobomizning qabrlari yaxshi saqlangan va katta e'tibor berilgan. Va o'sha yerdagi qorovullardan, o'sha yerdagi xizmat ko'rsatuvchi insonlardan so'radim, Bobur haqida nima deb o'ylaysiz deb aytsam, Boburda ular ham xuddi o'zini biz qanday qadrlasak, xuddi shunday qadrlar ekan, ammo bugungi kunda yetarlicha bo'lgan moliyaviy salohiyat bo'lmaganligi sababli park yuqori darajada emas, ya'ni o'rtamiyona darajada saqlangan, ammo park bugungi kunda ham Afg'onistonda shu yoshlar boradigan, shu har xil bir tadbirlar o'tkaziladigan shunaqa bir maskan ekan. Ikkinchi meni hayratga shu solgan narsa, bu Afg'oniston hududida juda ham ko'p bizning bobolarimizning qabrlari joylashgan. Xususan Hirotga borganimda Alisher Navoiy bobomizning qabrlarini ziyorat etdim va ularning yonida Shohruh bobomizning ayollari Gavharshod begim qabrlarini ham ziyorat etdim. Umuman olganda mana shu Shohruh Mirzo, Husayn Bayqaro, Abdurahmon Jomiy yoki Markaziy Osiyoda katta tarixida iz qoldirgan Mahmud G'aznaviy, Abu Rayhon Beruniy bobolarimizning qabrlari aynan Afg'onistonda joylashgan va ular haqida suhbatlashganimizda biz qanday ularga munosabat bildirsak, ular ham xuddi shunday munosabat bildiryapti. Bu degani ushbu shaxslar afg'on xalqi uchun begona emas, balki ular o'zlarining ajdodlari sifatida ularni tan olishadi. Xuddi biz qanday fikrlasak, ular ham shunday fikrlashadi. Bu shundan dalolat beradiki, bizning o'rtamizda tarixiy bog'liqlik juda ham kuchli. Tarixiy bog'liqlik juda ham kuchli, xususan O'zbekiston hamda Afg'oniston o'rtasida. Afg'onistonning Faryob, Jovuzjon, Tohar hamda Balx viloyatlarida internet manbalariga ko'ra 4-5 millionga yaqin o'zbeklar istiqomat qilishadi. Ammo men o'sha yerdagi o'zbek diasporasi bilan ham suhbatlashdim. Ularning shu ziyolilari bilan uchrashib gaplashdim. Ular menga aytdiki, aslida Afg'onistonda 8-9 millionga yaqin o'zbeklar bor. Biz shu shimoliy Afg'onistonda ko'pchilik tashkil etamiz. Internet manbalarida to'g'ri shunaqa deb berishyapti, ammo bizning fikrimizcha, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra qaraganda Afg'onistonda shimolda 8 va 9 millionga yaqin o'zbeklar bor va biz yirik diasporamiz deb fikrlarni bildirishdi. Shunda o'sha yerdagi asli etnik o'zbek bo'lgan afg'onlar bilan bemalol o'zbek tilida suhbatlashdik. Ularda bizdan farqli jihati, ular ozroq shu forscha qo'shib gaplashar ekan, ammo umumiy rakursda biz bir-birimizni juda ham yaxshi tushuna oldik va ular menga shunaqa bir fikr berishdiki, bilasizmi, biz o'zbekistonliklar hamda afg'onistonliklar bir-biri haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega emas. Misol uchun Afg'onistonliklar O'zbekiston haqida o'ylashganda yoki Markaziy Osiyo haqida o'ylashganda ular bir juda ham uzoqda joylashgan bir davlat deb biladi va bu yerdagi turmush tarzi qanaqa, odamlar aholisi qanaqa, ularning qadriyatlari qanaqa juda ham kam ma'lumotga ega. O'zim ham shu ko'plab shu davralarga mehmonga borganda shunga guvoh bo'ldimki, yonimdagi afg'onlar bu kishi musulmonmi, musulmon emasmi deb so'rashdi bir necha marta. Va meni olib yurgan shu inson, meni yaxshi bilgan inson aytdiki, albatta musulmon, ismlari Islomxon bo'ladi. O'zbekistonning aksariyat aholisi ham musulmon hisoblanadi deb aytishdi va shunga guvoh bo'ldimki, afg'onistonliklar O'zbekiston haqida va Markaziy Osiyo haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas va biz ham ular shunaqa aytishdiki, biz ham ular haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasmiz, chunki mediada haddan ziyod salbiy ma'lumotlar ko'payib ketgan va u shunaqa fikr yuritadiki, Afg'oniston bu notinch mintaqa, bu notinch davlat. O'shaning uchun ham Markaziy Osiyo davlatlaridan qiziqish Afg'onistonga nisbatan past. Men bu yechimlar to'g'risida ham gaplashdim, nima qilishimiz mumkin deganda afg'on ekspertlari Afg'onistonga shunaqa fikr berdiki, biz iloji boricha umumiy media loyiha yaratib, u yerda o'zimizda umumiy materiallarimizni bo'lishib, haqiqiy ishonchlar bo'ladigan ma'lumotlarni bo'lishimiz kerak deb aytdi. Endi to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Afg'oniston munosabatlariga to'xtaladigan bo'lsak, Afg'onistonda uchish vaqtida shunga guvoh bo'ldimki, bugungi kunda O'zbekiston butun dunyo uchun
Afg'onistonga nisbatan bir bog'lovchi davlat sifatida o'zini namoyon etyapti. Samolyotni yarmi xitoyliklardan iborat edi, qolganlari Markaziy Osiyo davlatlari vakillari. Ya'ni mana shu haftasiga bitta aviareys qo'yilgan va O'zbekistonga yaqin bo'lgan davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari hamda Xitoyning g'arbiy hududlaridan mehmonlar, shu Afg'onistonga tashrif buyuruvchilar Toshkent orqali uchayapti. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri reys yo'q va Toshkent avia hubga aylanib qolyapti. Bu bizning o'ylaymanki, meni fikrimcha, bu bizning katta imkoniyatimiz, ya'ni biz butun dunyoga mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlariga, Xitoydek yirik mamlakatga bir bog'lovchi davlat sifatida o'zimizni namoyon etyapmiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu Termizda joylashgan Termiz erkin iqtisodiy zonasi bugungi kunda o'z faoliyatini olib boryapti. U yerda Afg'onistonlik hamda O'zbekistonlik tadbirkorlar bemalol o'zlarining tijorat ishlarini olib borishyapti. Bu hudud erkin hisoblanadi va Afg'oniston vakillari vizasiz bemalol bu hududga kirib, savdo-sotiq ishlarni amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari u yerda juda ham yaxshi sifatli shifoxona ham o'z faoliyatini olib boryapti va aksariyat afg'onlar bu yerga tijorat maqsadida emas, balki davolangani kelib ketishyapti. Qolaversa, yaxshi hamyonbop mehmonxonalar ham mavjud. Kuniga shu 250 ming so'mlik mehmonxonalari ham bor. Yaxshi restoranlari, xususan mana shu Termiz erkin iqtisodiy zonasi bugungi kunda Afg'onistonning shu dunyoga nazar soladigan bir kichik hub maskani bo'lib qoldi. Endi xuddi shuning alternativasi bugungi kunda Afg'oniston hududida, Hayraton hududida ham qurilyapti. Ya'ni mana shu narsa ishga tushishi Afg'oniston O'zbekiston aloqalarini yanada kuchaytiradi iqtisodiy jihatdan. Qolaversa, u O'zbekistonni Afg'oniston masalasida bir ko'prik vazifasini bajaruvchi davlatga aylantiryapti. Juda ham qiziq. Islomxon, yana bir bor suhbatingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, tinglovchilarimiz men kabi sizdan juda ham ko'p ma'lumot olishdi va o'zlarini fikrini Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar haqida qaysidir ma'noda o'zgartirdi desam, menimcha adashmagan bo'laman. Katta rahmat. Rahmat.